Hamma maşını görüp koyarsın yaptın, lekin bir Karabayır sayada bitti. Sizler kim sunayım mı? Başılar sayada koyarsam. Balon bazada rengi pertedeki tavarla geldi. 255 45 20 BRV balonu hazır günde crossover maçlarına en zor balon saplanadı. Probekni zor veradi. Protektorini xo'shiraylikdan e'tibor etasiz bellarni bo'rtib chiqqandan. Bundan tashqari iLink 240 225 45 18 Imperial Max Cruise Внедорожный balonlarimizdan ham gel 215 60 16 trekkerlere keyin 275 45 20 iLink keyin Prado'lar için 275 55 20 razmerdeki kampasal balonumuz yumuşaklığı zor. Keyin 275 65 18 razmerde iLink Внедорожный keyin Mustang'larımız 195 65 15 205 70 14 205 65 15 razmerlerinden geldi. Keyin Nexa'lar için 185 70 14 Mustang Max Cruise balonlarımızdan ham geldi. Keyin 175 70 13 Asat'ta azroq qilgan Damas için Mustang balonlarımız geldi. Keyin 235 55 19 eng hozirgi kunda Hadovoy BYD Son Plus Çimpiyon, bundan tashqari Econex mashinalarini shu balonda dumxalab tutdilar. Uchundasi probek berishi zo'r, qatishmasi zo'r, shumpa davleniyasi zo'r, aytaman desangizlar ko'pasi zo'r bo'lgan balonlardan biri hisoblanadi. Diskalarimiz ham kelgan. Bu birinchi partiyasi, yo'lda yana ikki partiya keladi diska bilanina. Xudo xolasa modellarini birinchi chetdan ochib ko'rsatamiz. Bolalar o'zi sarx hisobot tutdilar, qaysi vajlangan. Bizden uzaklaşmışlar. Keyingi istoriyalarımızda Xudo xolasa diskalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Undan tashqari sizlar nechta mashina deysizlar, balon qo'yacaksizlarmi yo bo'lmasa diska qo'yacaksizlar? Izohlarda qoldirib bersangizlar yoki razmerlarni yozib bersangizlar, sizlarni narxlar bilan tanishtirib o'tamiz.